Assalomu alaykum. Bizni kanalimizning ashaddiy muxlislari va biz tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari va bunda Arashan sog'liq gigant ishqibozlari akalar. Xudo xolasa bugun hafta kunimizga chorshanba 2025-yil, 2026-yil uzr adashib ketdik. Xo'p, 7-yanvar. Xo'p, hafta kunimizga chorshanba kuni xudo xolasa kechagi kuni video qilgan Husom ukamiz yana xonadonlariga yetib kelganmiz. Akalar, xudo xolasa bugunga aka 2 dona qo'yim bor, lekin 15 tani damini bosadigan qo'yim bor deb chaqirdilar akalar. Xudo xolasa qo'ylarni zo'ridan gigantlardan yetib kelibdi akalar. Xudo xolasa mana mo'jizazlardan yetib kelibdi akalar. O'tda gigant, o'tda mashina qo'ylardan yetib kelibdi. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib, like, kommentariyaga yozib tursalaring akalar. Xudo xolasa biz bularni bir boshdan xudo xolasa ma'lumotlarni olib Husom ukamizdan chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz. Kanalga obuna bo'lib kuzatinglar akalar. Xudo xolasa ko'pchilik obuna bo'lmay kuzatyapti ekan. Obuna bo'lib kuzatinglar akalar. Xudo xolasa manfaatli videolar chiqadi. Har kungidan zo'rlari, har kungidan vobshe gigantlari chiqyapti akalar. Xudo xolasa mana shu Husom ukamiz olib kelyaptilar. Hormon Husomboy. Salomatman aslan aka. Assalomu alaykum obunachilar. Hormonlar charchamayapsizlar. Aka, xudo xolasa bugun sog'liqlarni gigantlari keldi. Gigantlardan keldi. 2 dona mana keyin uncha damini beradi. Uncha damini beradigan sog'liqlardan ko'psiz a? Akalar, xudo xolasa mana sog'liqlarni o'ta gigantlarini, o'ta moshnilarni yetib kelgan. Bu yoqda ham bor bir dona. Xudo xolasa akalar sog'liqmisan sog'liq. Husomboy, Aslan aka. bu o'zimiz qarashli odamni oldim dedimiz. Ha, shunday aka. Qo'ylar vobshe gigant ekan-a. Oldilarini, korpuslarini qaranglar akalar, xudo xolasa. Oyoq kastak, oldi oyoq yengliklari. Qo'ylar jonivorlar, bellarini qaranglar. Devon u Husomboy. Quloqlari, kalla boshlari akalar, xudo xolasa bir qator ahamiyat berib qo'ysalar. Har kungidan zo'rlar chiqyapti, xudo xolasa. Mana Husom ukamiz poddeshka qilib qo'llab-quvvatlab tursalaring zo'rlardan chiqyapti. Bugun Hasanboy ko'rinmaydi. Ha, Hasanboy ish chiqib qoldi. Hasanboyda ish chiqib qoldi. Qo'yda akalar, xudo xolasa naq ekan-a? Ha, naq aka. Naq bo'g'oz, xudo xolasa akalar mana. Naq bo'g'oz, xudo xolasa. Bu qo'yimiz ham o'ta gigant ekan-a? Bu tomondagi. Yorroq yaqinlashtirib endi. O'zingiz nari tomonga o'tib olasiz. Har doim bunday. Mana akalar, qo'ydi qorinlarga bir ahamiyat berib qo'yinglar. Qorin tashab, xudo xolasa. So'nggi bo'g'ozligiga garantiyasi bor-a? Bo'g'ozligiga garantiyasi bor. Aka, buni 2 yaxshi deb bergan. 2 yaxshi deb bergan. Aka, bittaga beramiz biz. Ha, bizga bittaga beraverasiz. Bittaga beramiz. Xudo xolasa bo'ynida dalil isbotlarni 2 tomonlargacha bor ekan mana. 2 tomonlargacha bor. Lekin akalar, shu mana shu tushini bir qatorida. Tushini qaranglar akalar. Oldi oyoq kengliklari, orqa oyoq kengliklaridan ham bir qator ko'rsatib qo'yaman. Mana akalar, dumbar azres, zo'r, cho'tki. Mana bunisida ham vobshe klass, mana akalar. Buni oyoq kengliklari. Qo'ylarimiz o'ta gigant, o'ta moshina. Husomboy, bularda yeb-ichishlarni ko'rdingizmi? Yeb-ichishlarga garantiyasi bor. Yeb-ichishlarga garantiyasi bor. Xudo xolasa, hop, sog'liq salomatligiga. Salomatligiga ham garantiyasi. Sog'liq salomatligiga ham garantiyasi bor. Qo'ylarni lekin haqiqatda o'zim ham havas qildim. Akalar, xudo xolasa, hammamiz xonadonimizda mashina qo'ylarni 100 talab, 150 talab boqishlik nasib qilsin. Undan ham ko'p nasib qilsin akalar, xudo xolasa. Shuna deganlar bittadan like tugmasini bosib qo'ysalar. Mana qo'ydi qulog'iga bir ahamiyat beringlar akalar. Men kaftimni pash to'ldiray deyapti-ku. Husomboy qulog'i necha chiqadi Husomboy? Aslan aka, qulog'i 20 chiqib qoladi. 20 oshiqqa o'xshayapti-ku. Shunday aka. Bunisi xudo xolasa 18 plus bo'lsa kerak. Hop, bularning yosh oyliklari qanaqa Husomboy? Yosh oylik aka 4 tishda. 4 tish? 4 tish. Qani bir qator ko'raylikchi. Ha, aka. 4 tish jonivar. Nargis-chi? Aka, o 4 tish bu ham. Bu ham 4 tishga endi o'tyapti aka bu. 4 tishdan 6 tishga o'tyapti endi ko'rindi. Ash qo'yimiz ham bir qator oldilarni ko'rsataylikchi. Vobshe gigant. O'ta mashina qo'ygan u haqiqiy bir havaskor. O'zim tarbiyalayman, o'zim misol seleksiyani boshlayman degan aka-ukalarimizga qo'ylar tavsiya qilamiz. Xudo xolasa hojibolarimiz ham ko'pchi hojibolarimiz ham telefonga so'rashyapti. Husomboy, kechagi partiyalar nima bo'ldi? Aka, kechagi partiyalarda
sovliqlarini sotdik aka. 3 ta sog'liqda. 3 ta sovliqda. Bitta odam oldimi? Bitta odam oldi. Jizzaxda bitta klientimizga sotdik aka. Jizzaxda bitta klientimizga sotdi. Xudo xolasa kommentariyaga yozib qo'ying, xudo xolasa necha puldan baraka bo'lgan. O'tib berdingizmi? O'tib berdik. 8 million 700 ming odingiz o'tib berdingiz. O'tib berdik aka. O'p summaga o'tib berdingiz. Xudo xolasa akalar, yaxshi narsa chiqarilyapti, yaxshi narsa sotilyapti aka. Xudo xolasa buni tushungan odam o'zi bilib, o'zi oladi. Bunga tushunmagan odamga men tushuntirganingiz bilan befoyda. Nimaki qo'ydi tushunmagan odam akalar umuman tushuntirishda ahamiyati yo'q. Kimgadir qora qo'y yoqadi, o'zimizning esini qo'ylar. Kimgadir shunaqa arashan bo'g'oz sovliqlarni zo'rlar yoqadi. Hopsanboy Asrar aka. bularda endi har doim aytganimizdek, bularni bir parametrlarni o'lchab 100 eslar ham sonboy 100 kilo yog' yo'qdi, 2 kilo, 3 kilo, 3 kilo yo'q qo'ylar. Bu bo'ylarni ham bir qator o'lchaylashga qo'yiladi. Mana akalar, yerdan balandligi 90 oshiq chiqyapti, 90 ekan hisobim bunisi. 90 ga olsin aka. Qani bunisini ham bir qator ko'ramiz. Xudo xolasa akalar mana bunisini ham bir qator ko'ramiz, ahamiyat beramiz. Mana yerdan bunisini akalar 94 chiqyapti. Bu ham 90 plyushka qolishi egansizlar. Uzunligini ham bir qator ko'raylikchi bo'lsanmi? Kvadrat shkiliga qo'y. Mana akalar, salkam metr. Bo'yniga yetkazmasdan turib tuloqsan bo'lganmiz. Salkam metr ekan. Endi bu qo'yimiz bir qator ko'raylikchi. Bunisi metr plyus ekan akalar. Metr yetmay qolyapti. Shunga hisoblarni chiqarib, to'g'ri qo'ylar bor, o'zimizning qo'ylar ham 85-90 chiqadi, lekin akalar bu qo'ylardaqa bo'lmaydi. Nimaki, bular toza zoti bor. Bulardan tushgan bolani xotirjam ekstrem yo'nalishiga, hop, ves yo'nalishiga boqsalaring, mana shu qo'ylardan zot chiqarib, xudo xolasa har tomonlama aytaveradi. Qo'ylarimizda yuzlariga ham bir ahamiyat berib qo'ysalar. Hop, oyoq kastaylarni bir qator aytib o'tdik. Qo'ydi soni bugun oz ekan-a? Bugun qo'ydi soni azu aka zo'rlarda. Qo'ydi soni azu zo'rlardan ekan-a? Hop, like bilan obunani bosib tursa bundan zo'rlari keladi aka. Bundan zo'rlari keladi, ha? Hali bundan ham zo'rlari bor. Xudo xolasa. Ash qo'ydan aka bir qator faqat ko'kragini ko'rsataylikchi. Mana jonivor. Qo'yda akalar bir ahamiyat beringlar. Mana qo'yda o'zi basharasi oqarib, mana ketyapti ekan. Ertaga bundan tushgan bola ham akalar xudo xolasa vopish gigant bo'lib tushadi mana. Ishlarni bir qator o'zim ham ochib ko'raychi. 4 ishdan 6 ish o'tyapti ekan akalar. 4 ishdan 6 ish o'tibdi. Hop, bunisi 4 ish. Hop, quloq parametrlari ham, shramiga ham akalar xudo xolasa aytaveradi. Shramiga ham 10 oshiq. Nimaiki meni kaftimni ham to'ldirib deyapti. Kallalari o'ta gigant. Buniki ham garbonoslarigacha ahamiyat berasizlar akalar. Sog'liqda buna garbonos endi ko'rib turibman. Kallalariga bir ahamiyat berasizlar. Xudo xolasa bulardan tushgan bola ham sanboy seleksiyachilar o'zlari bilishadi. Bir 4 kilo, 5 kilo qo'z tushmaydi-da ulardan. Bularda kam o'sha 9 kilolik, 10 kilolik qo'zlar tushishni boshlaydi. Xudo xolasa akalar bular ishlab turgan qo'ylar, dayush sog'liqlar. Olib tashang, maza qilib ko'paytirib, xudo xolasa bolasini olib ishlovini bersalaring. Bundan hali zo'r natijalarga erishasizlar. Jonivorlarni, kallavishlarni, quloqlarni orqa tomondan ham ko'rsatsak, vop shalpan bular. Hop, sanboy bularda narx-navosiga men gapirganimizdan har doim aytamiz, qo'y bu. Lekin qo'ydi ham zo'r ekan. Xolasa narxini kelishtirib qo'yamiz aka. Kelishtirib qo'yamiz. So'mda qo'yiladimi? So'mda qo'yiladi aka. So'mda qo'yiladi, xudo xolasa. Bu qo'ylar narxi so'mda qo'yiladi. Lekin akalar o'zim ham havas qildim. So'mda necha pul qo'ysam, bo'ladigan qilib, tortishmaydan qilib aytaman, lekin men qo'ylarni ham narxini o'zim ham bilaman. Arzonga kelmagan, xudo xolasa qo'yga nisbatan arzon. To'g'ri aka. Qo'yga nisbatan arzon. Buni qo'y puliga hali ko'pchiliklar aytishadi-da, hali ikkita qo'yni puliga bitta damas beradi, ileski yo'sa bitta novos beradi deyshadi. Lekin buni tushungan odam oladi-da. Narxini kelishtirib aka 14 milliondan dastlabkasini yetkazib beradi. 14 milliondan dastlabkasini yetkazib berasiz. 14 milliondan jichchadan hisobmi? Balandroq qo'yib yubormadingizmi? Yo'q aka. Lekin haqiqatan qo'ylar arziydi, lekin boshqa kanallarda chiqyapti. Bozorga ham solish kerak. O'zimiz ham chiqaryapmiz bozorga ham. Sonboy, haliga bozorda ham o'zimiz ham olib, xudo xolasa kanalimizga joylayapmiz, lekin bozordagi olingan qo'ylardan akalar bu qo'ylar katta, gigant, uzunligi ham uzun, вообще moshina qo'ylar. Buni oyoq kastalariga ham ahamiyat bersalar akalar. Qo'chqorda ham yo'qda bunaqa.
Oyoq qaranglar. 14 milliondan necha pul o'tib berasiz, Shamboy? Ikkoni biz ham tortishmay aytamiz. Siz ham bularni 100 ming, 200 mingdan o'tib beray dema. Biz ham boladan qilib so'raymiz. 13 milliondan 26 millionga dastavkasini yetkazib berasiz. Biz ham kam so'ramadik ama. To'g'ri aka. Bu qo'ylarga to'g'risi 100 ming, 200 ming qo'shadigan joyi ham yo'q, 100 ming, 200 ming o'tadigan joyi. Yo'qsa o'tib qo'yish kerak, yo'qsa qo'shmay qo'yish kerak-da. Shunga qarab so'rayapmiz. Biz ham obunachilar tomon bo'lamiz-da. Emas aka. Tortishmaydan bo'ladiganini qo'yaman. Ha. 13,5 million so'mdan dastak. Ha, bor ekan. Akalar xudo xolasa. Telefon qilsalaring, baribir yana o'tib beradilar. Kechaginglarda ham o'tib beribdilar. Akalar kechagi 3 ta chiqqan bo'g'oz so'lovlarimiz, sharamlinida so'lovlarimiz Jizzax viloyatiga sotilibdi. Xudo xolasa aloqaga chiqsalaring, bularni ham yetkazib beradilar. Aka qo'chqari hozir ish bitmay turibdi aka. Qo'chqari ish bitmay turibdi. Qo'chqarni ham sotaveramiz. Qo'chqari ham sotiladi. Xudo xolasa ish bitmay turibdi ekan-a. Ha, shunday. Xo'p, necha pulga beraveraman dedingiz qo'chqarni? Qo'chqarni aka $800. 8 dollar, 850 dollar. Tilingizni 8 dollarga berasiz endi. 850 dollarga qo'yadingiz, endi 8 dollarga berasiz. Tilingizni qoldingiz. Xudo xolasa akalar, telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqsalaring, yetkazib berish xizmatlari besplatni, lekin mana qo'y. Borib qolsa 15-20 kun ichida tug'adi. So'zkalarni ham qaranglar. O'ta gigant. Qo'y, вообще mashina qo'yladan aka. Hop, aloqaga chiqinglar akalar, xudo xolasa. Videolarimiz xato kamchilar bo'lsa, avvalambor uzr so'raymiz. Kanalni kuzatib tursalang, hali bundan da zo'rlari keladi deyaptilar akalar, xudo xolasa. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like tugmasini bosib, kommentariyaga yaxshi izohlar yozib tursalaring, bundan da zo'rlarini chiqarishga xudo xolasa harakat qilamiz.